Man tinchlikmi desam, aka bardam bo'ling, Dilshod bo'lmay qoldim. Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Yallama qishlog'ida 17 yoshli yigit o'z sinfdoshi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilganligi aytildi. Marhumning yaqinlari Millar dasturiga murojaat bilan chiqdi. 17 yoshli yigit aynan mana shu xonadonda istiqomat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea joriy yilning 6-iyun kuni tunda ro'y bergan. Ishdan keldim, telefon qildi bolam. Ona kelmasmi? Ona o'rtoqlarim bilan lavashigani chiqsam maylimi dedi. Mendan so'roqsiz qilmasdi, chiqmasdi qichib. Va shundan keyin 10-20 minutdan keyin voyda shunday xabarlarni eshitib o'tiribman-ku, shunday xabarlarni eshitib o'tirib. Voy qanday chidayman. O'qiydigan sinfdoshim. Voy otasiz bir ko'zda boqib-o'tdim-ku, jonim bolam. Bugun 9-iyun ushbu xonadonda janoza marosimining 3-kuni. 2 kun avval 17 yoshli Dilshod yaqinlari tomonidan so'nggi manzilga kuzatildi. Man tinchlikmi desam, aka bardam bo'ling, Dilshod bo'lmay qoldim. Chopqilaganimcha kirsam, stolda yotibdi, kravatda ustini yopib qo'ygan. Shunday yuzini ochdim, qarasam mana yerda anaqa bor ekanda. Qandaydir qon bo'lganda, nima bo'lgan bunga desam, shunday deydi, o'zini deydi o'rtog'i pichoq urib qo'yibdi deydi. Shokka tushib qoldim. 10 minut oldin gaplashgan bolam bilan 10 minutdan keyin vidolashib turdim-da. Xullas kalom bu voqeani bularning o'rtasida nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmayman lekin. Marhumning yaqinlarini xabar qilishicha, voqea aynan mana shu yerda mahalladagi futbol maydonida sodir bo'lgan. Bizga sababi kerak. Nima sababdan bunday bo'lganini tushunmay qoldik. Bilmay qoldik nimaga bunday bo'lganini. O'tirgan joyidan olib chiqib ketib, qilgan ishlarini qarang. Biz talab qilamiz, qonuniy chora ko'rishinglarni xohlaymiz. 10-sinf o'quvchisi bo'lgan-a? O'quvchilar bitirdi. Nega o'ldirdi meni bolam? Shuni bilib. 17 yosh bolani qilayotgan ishimi? Nima degan, urushganmi, so'kishganmi? U bola bizanikiga kelib yotiblar qolardi bu yerda. 2 kun bo'ldimi? Yo'q, topolmayapti. Ko'zimni yumsam yonimga ko'zim oldiga kelyapti. Tog'a. Mana 3 kundan beri uyqu bo'layotgan yo'q. Lekin o'zimni qarmog'imda yurgan bola. Mendan mincha so'raqsiz mana yerda mincha ish qilmaydi. Chizgan chizig'imdan chiqmagan. Voqea joyini ko'zdan kechirgan